Mana hozir Shatuga bilan Assalahlar musobaqasi eng oxir musobaqa topni urish keldi. Mana Mustafa bir top urdi. Oo, shunda chaqir ketdim otib, biz qo'shilib ketdi. Voy, manda chaqir kirgan to'p. Shunda chiroyli o'ng tarafga urib atdi. Bu Lasalning vartasi ishtim qilamidi. Ha, endi chiqqani mana Shatuganing vartasi. Bu kimdi? O'ruqlug'i bilgili bo'lmayotdi. Lekin bu Shatugaliklarniki ishlab qirgan chaqda nihoyat muhim bo'lgan bir vartasi emish. Mana birinchi topni yolqin keldi. Jiroq kelgandi. Geldi. Hemen vurdu. Uraya. Topni uram demiş bakanda. Çırağı tiksikti. Dehşet var takan qo'bu. Voy, ko'zlari sal aylanıp nima ishti bir odam kelish kerak. Mana. Keldi Shatuganinki davolug'ich keldi. Ko'rib baxti. Ko'zlari qarab baxti, urib baxti badaniga. Qaraganda saq o'xshaydi. Yana davomli varta turalg'idek. Bu nihoyat biz uchun intayin bir xo'sh xabar bo'lgan bo'ldi-da. Qaranglar, u o'zini aytib xo'shal. Yüzü bilan top to'sida bu qiziqishda. Mana hammasi ag'in do'stlarininkki, hammasininki xo'shalliqqa erishdi. Mana maydonga yana biz chiqdi. Ershad keldi, topni yugurab. Xudo! Bu puti bormi? Buning puti yo'qmi? Nima bilan qo'l bilan ishtasin kirgizgan toplar qo'y. Bu topni ko'taradi. Mana endi Lasalning vartasi yana qaytib keldi. Lasalning vartasi aba yuzti ketgandi. Qayni bir topni urib olsin. Voy! Oy! Nima shu oldu bunu? Bunu çokum az görüş gerek. Oy! Yeni çırağı bilen tozaptı. Oy! Cama çırak verişine karanlar. Bunun diki Shatugaliklarning haqiqiy ro'yini ko'ngil bo'ldi. Dahshat bo'ldi. Bu genda valiqli kavatgan o'xshaydi. Qandoq bu? Yana davomli to'pni ura oladimi? Bu endi menga Allah aynib qapti. Ammo odamga endi Shatuganing dangliq davolug'isi endi. Bu shunda xo'simi tartib eksporti musobaqa emasmi? Hamda muyabi musobaqa muyum. Mana yana keldi. Mono Shatuganinki yana adimi keldi. Bu Sherzod qo'bu. 9 numaraga elib kapti. Lasalning yana do'si oldi bu. Mana qaranglar. Mana. Bu. Bu Shatuganing vartasi yana chiqib yotdi. Bu asli chiroyini to'smoqchi ekanda. Voy tapdimi? Yo'q. Oyog'ini chakmoqchi ekanda bu o'yjab arqanda top kirib ketmandi bu. Yotdi qopa. Bu nima ishlab ketdi? Voy. Allah xudo demiş oldu ködüler. Ara bir qarqatdi chiroyli yana tegdi. Bu nima bo'lib ketdi? Yana Lasalning keldi-da. Shatuganing kelib. Bu Shatuganing baldir top tepishni qat'iy bilmaydi ekan-ku. Mana yana. Ma Shatuganing vartasi qaranglar, qon bo'lib tug'ishib ketdi. Mana joyidim o'ynab tushdi, lekin nihoyat qaysarligi bor ekan-da buningki. Og'illar keldi. Bu og'illari buni yo'lab ochib ketami? Shatugaliklar bu behla oqkan bo'lar. O'roqda birda qo'yibdi. Chida deb qo'ydi. Bichara Shatugalik varsa, buning ismini bilib olsa qo'lida. Bu topni dugurtib kirgizibdi. Buna da Lasalliqlarning topni nihoyat yaxshi deb qolganini his qilamiz. Yo'q deb ketdi. Yo'q, chiroyli tekshirib ko'ra olaman. Xudo, yana yiqilib ketdi. Qani ma bu Shatuganing top urishini ko'raylik. Ma topni Abdu G'ofurkan bu. Bu top tepishini bilmas tapmisimamdi vallahi. Nima ish qildi? Yana Shatuganing Lasalning tepmoqchi oldi. Qani Shatuganing o'rtasi yo'q-ku. Mayadi yotdi. Bu ketmoqchi o'xshaydi vartan. Mana qaytib ko'rishni bir ko'rish kerak. Cho'qim qaytib ko'rish kerak men ko'rishni. Ko'rdinglarmi? Top yana chiroyiga tegdi. Nihoyat qiziq top bo'ldi-da. Bu Allah shoringni. Va shuning bilan Shatuga g'alaba qildi. G'alaba mevasi mushu vartog'i